O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 184-sonli farmoni talablari asosida shu tadbirkorlik subyektlari va o'sha nazorat qiluvchi organ xodimlari ishtirokida o'quv seminar mashg'ulotlar o'tkazildi. Bu seminar mashg'ulotda asosan o'sha nazorat qiluvchi organlar xodimlari tomonidan tadbirkorlik subyektlarini tekshirish jarayonida qo'yilayotgan talablar, tekshiruv o'tkazish tartibi va qonunchilik normalariga amal qilish holatlari, shuningdek tadbirkorlik subyektlarini tekshiruv jarayonlaridagi huquqlari bo'yicha bu seminar mashg'uloti o'tkazildi. Tadbirkorlik sohasida asosan transport sohasida xizmat olib tadbirkorlar bilan yig'ilish o'tkazilgani sababli asosiy muammolar o'sha tadbirkorlik transport sohasida yuzaga kelayotgan masalalar bo'yicha suhbatlashildi. Bunda asosan o'sha transport sohasidagi yo'nalishdagi transport vositalarini o'sha avtobus yo'laklarida harakatlanishi uchun yagona bir raqam ostidagi transport vositalarini shakllantirish, yo'nalishli taksilarni o'sha bir xil yo'nalishda, bir xil raqamda o'sha tegishli tartibda avtobus yo'laklarida harakatlanishi, to'xtash choralari bo'yicha o'sha amaliy yordam ko'rsatilishi, shu qonunchilik normalarida unga o'sha qo'shimcha o'zgartirish kiritishlar bo'yicha takliflar shu muhokamasi o'tkazildi.